ko'zga qaramaysizmi? Nomeringizni bering. Ey, men Qoraqalpoq qiziman. Ko'ringan odam qani? Nomerim beradi deb o'ylaysangmi? Bizlarda shaxs ko'rsa sumirib yurmay olib qochadi, ketadi. Sumirib yurmaydi. Тоже мне. O'g'illar deydimi? Menga boshqa hech kim yoqib qoldi. O'g'irlaymiz. Qamalib ketasan, ey! Voy. Meni ham o'g'irlashsa zo'r bo'lardi-de. Nima bunaqa bosib ketyapsiz, ha? Odam o'g'irlayapmiz-ku. Odam bu tak zaks urf odat bo'lsa kerak, yur. Mana keldik. Nima deysan oyingga? Savakka. Tushunsiz-ku? Ching. Mana shu bizga qani yuring. To'xta, bosma uraman, qani? Sansirama, ha? Mana senga urmo. Yuring ketdik endi. Bizda urfalyapman. Kelin kirmaysa, uni o'tishog'i kerak. O't qani? Abbos birorta o'tin olib chiqingmi? Adres bor. A? Adres bor. Bizda isiriq olib chiq Abbos. Voy, ona. Voy. Salom Bu ber. qiz kim bu? Sizga ona kelin o'g'irlab keldik. O kelin ham o'g'irlab keladimi? Odatlarimiz qayerda qoldi? Sovchilikka borishlar. Voy sharmanda bo'ldi bu endi. Endi o'g'lib qamalib ketadimi? Voy nima degan gap bu? Mahalla kuyda degan odam bo'ladi. Voy, onajonim. Ha, o'zim sizga ichkarida tushuntiraman. Ketdik. Nima qilish kerak endi? O'tu kerak. O'du. Voy, o'zini uyga ketyapti. Voy, boshimga bitgan balo qildim. Endi nima qilamiz? Endimi? Uydagilarga olib kelim kerak. Aytuvim kerak olib qochganimni. Voy, o'g'irlaganim aytamanmi hozir? Ha, unda nima o'g'irlab keldi? Unda borib sovchilik qilib olib kelsam bo'lardi-yu. Voy, nimalar qildi? Aya. Yo'qot. Yo'qotolmayman, o'sha o'g'irlab kelib qo'ydim. Endi keliningiz bo'ladi. Qayerdan bu? Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoq kelin?